Azizlar, Amerika mundiali bizni hayratlantirishda davom etmoqda. 2 kun avval hech kim tanimaydigan Cabo Verde darvozaboni Vozinha bir kechada dunyo futboli yulduziga aylangandi. Bugun tongda yana bir daho hamon cho'qqida ekanini barchaga eslatdi. Tunda Mbappening ajoyib o'yini va Hollandning dublidan keyin shahzodalar kurashga kirishdi degan mazmunda video qilsakmi deb turgandim. Lekin tongda changalzor qiroli kelib, bir latifada aytilganidek hammani haydab yubordi. Rolikda nima haqida gaplashishimizni tushungan bo'lsangiz kerak. Bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos videoga like bosing. Shunda YouTube uni ko'proq futbol muxlislariga tavsiya qiladi. Kecha tunda Senegal darvozasiga 2 ajoyib gol urgan Kylian Mbappe mundiallarda urgan gollari sonini 14 taga yetkazib, bu borada Messini ortda qoldirgan va 3-o'ringa ko'tarilgandi. 6-jahon chempionatini o'tkazayotgan Messi esa tongda Jazoir darvozasiga naq 3 ta gol urdi. Messi va Ronaldo shunaqa ko'p gol urganki, ularning har bir nechta golidan keyin qanaqadir rekordlar yangilanaveradi. Bugungi gollardan keyin Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi to'pirar Miroslav Kloze'ga yetib oldi. Men bu rekordni keyinchalik Mbappe uzoq vaqt yangilab bo'lmaydigan holatga keltirib qo'yishiga ishonaman. Chunki fransuz hali yana 2-3 ta mundialda qatnashsa kerak. Buning ustiga keyingi o'yin Iroq bilan. Lekin 39 yoshga kirayotgan Messi hamon eng zo'rlar bilan kurashib yurgani tahsinga sazovor voqea. Leo shu kuni Argentina milliy jamoasi safida 200-o'yinda maydonga tushdi. Dahshatda 200 ta o'yin. U Jazoirga qarshi o'yinda Argentinani 20-marta jahon chempionati o'yinida sardor sifatida boshlab tushdi. Bu mutlaq rekord. Hujumchi 2006-yil Serbiya va Chernogoriya darvozasiga gol urib, Argentinaning mundiallarda gol urgan eng yosh futbolchisiga aylangandi. 20 yil o'tib, endi Argentinaning jahon chempionatlarida gol urgan eng yoshi katta futbolchisiga aylandi. 20 yil sport formasini bu qadar yaxshi ushlab turish mo'jizaning o'zi. Lionel Messi shubhasiz futbol tarixidagi eng yaxshi atletlardan biri. U Barselonadan klub rahbariyati sabab ketgach PSJga o'tdi. Fransiyada ham juda ko'p gol urdi, assistlar berdi, sovrinlar yutdi, lekin undan Chempionlar Ligasidagi g'oliblikni kutishgandi. Shu sabab faoliyati muvaffaqiyatsiz deb baholandi. Futbolchining o'zi ham Parijda baxtli bo'la olmaganini tan oldi. Axir Barselona ramziga aylangan futbolchi qanday qilib Yevropaning boshqa jamoasiga moslashib ketsin? Keyin unga Saudiyadan aql bovar qilmas maosh taklif qilishdi. Arablar o'z chempionatlarida Messi Ronaldo to'qnashuvini ko'rishni istashgandi. Lekin Leo ancha kam maoshga Amerikaning Inter Miami jamoasiga o'tib ketdi. U azaldan Amerikani yaxshi ko'rgani, oilasi bilan birga qaror qabul qilganini aytdi. Shu ko'zdan panada olis Amerikada futbol o'ynab yurdi. Ko'pchilik Messi endi jahon chempionatlarida o'ynamasa ham bo'ladi, kubokni yutdi, holati avvalgidek emas dedi. Lekin uning sezgilari o'lmagan ekan. Leo Jazoirga qarshi o'yinda Qatarda Messini FIFA va qatarliklar chempion qilishdi deydigan heyterlarni hot-dogga yuborib, barcha savollarni yopdi. 3 ta goldan 2 tasini xuddi Barsadagi eng yaxshi damlardagi kabi mukammal zarba bilan urdi. Birinchi goli 2022-yil Meksikaga urgan golini eslatdi. 3-gol esa La Ligadagi deyarli har turda urib yurgan gollarini. Murabbiy Messining jismoniy holatidan kelib chiqib, unga yengil vazifalar bergani ko'rinib turibdi. Umuman maydonda unga qanaqadir ko'rsatma ham bermay qo'yishganiga 10 yildan oshdi menimcha. Axir unga nimani ham o'rgatish mumkin. 3-goldan keyin Leo zaxiraga olindi. Argentina uning kuchidan to'liq foydalandi. Messining muxlislari xursand bo'lishgani aniq. 15 yil uning faqat yuqori darajadagi takrorlanmas o'yinini ko'rib yurgan Barselona muxlislari rahbariyatdagi intrigalar sabab Messining jamoadan ketishini og'ir qarshilashdi. Keyin Laporta uni olib kelaman deb saylovni yutdi, lekin aynan Laporta har qanday shart bilan qaytishga rozi bo'lgan Messi uchun eshiklarni yopdi. Barselona klubning ramziga aylangan futbolchi bilan eplab xayrlashmadi ham. Unga yetarlicha hurmat ko'rsatilmadi. Leo to'polon qiladigan, hamma gapni to'kis soladigan yigit emas, u juda kam gap. Indamay hammasini maydonda ko'rsatadi. Bugun tongda maydonda ko'rdikki, u hamon top darajada ekan. Kerak bo'lsa Barselonadagi istalgan hujum vakilidan kuchli ekan, kamida ushbu mundialda. Barsachilar Cabo Verde'ga birorta gol ura olmadi. Messi esa 1 soat ichida Zidanning o'g'liga 3 ta gol qadab qo'ydi. Menimcha Vozinha ham bu zarbalarni qaytara olmasdi. Kechagi Senegalga qarshi o'yinda Kylian Mbappe dunyo futbolining ayni damda tengsiz futbolchisi ekanini, Olise oltin to'pga da'vogar ekanini,
Holand jahon chempionatida ham gol mashina bo'la olishini isbotladi. Messi esa eng yaxshi bo'lishga da'vo qilmasa ham, hamon kuch-quvvatga to'la yigitlar bilan kurasha olishini ko'rsatdi. Aytgancha, Holand hat-trikdan keyin Messini aqldan ozdiradigan futbolchi deb post yozdi. Inglizlarning menga yoqmaydigan bir maqoli bor. So'zimizni o'sha maqolni sal o'zgartirib yakunlamoqchiman. Qirol qaytdi. Yashasin qirol. Leo, sen dahosan do'stim. Sen bilan zamondosh ekanimdan faxrlanaman. Aytgancha, bugun tunda Kongo darvozaboniga juda qiyin bo'ladi. Sababini bilasiz.